Assalomu alaykum azizlarim. Xayrli kun. Kunlar yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun sizlar bilan bir o'quvchim bilan birgalikda jonli suhbat qilamiz. Xudo xolasa o'quvchimiz kirishi bilan suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Sizni ko'rganimdan xursandman. O'zingizni tanishtirib chiqasizmi avval? Men Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblastini Safedbulon qishlog'idan bo'laman. Yoshim 20da. Tanishganimdan xursandman. Hop. Tikuvchilikni qachondan boshlagansiz? Yoshligimdan qiziqib borganman. 5-sinfligimda bir ustozga shogird bo'lib yurganman. Lekin unaqa tikib o'rganmaganman, yosh bo'lganman, tushunmaganman uncha. Maktab bitganim sari 8-9-sinflarda kanikulda boshqa ustozlarga ham borib yurganman, lekin unaqa astoydil tikmaganman. Maktab bitib, oila qurib, mana 2 yildan keyin. Hop, meni ya'ni sen ham chevarsiz onlayn kursiga Toshingiz kelmay qoldi. meni kursimga yozilishdan avval ham mijozlaringiz bo'lganmi umuman tikuvchilik sohasida? Yo faqatgina o'zingiz yaqinlaringiz uchun tikib yurganmisiz? Mijozlarim bo'lgan, unaqa ko'p tikmaganman, bir tikib yurganman. Tushunarli. Meni oldindan kuzatib borganmisiz yoki? Yo'q, oldindan kuzatmaganman. Kursingiz boshlanishidan 4 kunmi, 5 kun oldin reels ko'rib o'tirsam chiqib qoldi-da, keyin onamga telefon qildim. Ona, shunaqa Aziza Xolmatova kurs boshlar ekan, onlayn ekan. O'zi maqsadim bor-da, malaka oshirish. Tikaverardim, sal qo'rquv, fasollarga juda qiynalardim. Onamga telefon qildim-da, ona, shunaqa Instagramda ko'rib qoldim-da, nima, meni hozir mablag'im yo'q. Siz berib to'kib turing, Xudo xolasa, sizga ishlab, shuni orqasidan to'kaman dedim. Mana boshida niyat xolis ekan. Hali 1 oy ham bo'lmadi kursimizga. 15-da endi bo'ladi, hali 1 oy bo'ladi. Shundan keyin birinchi o'lcham olishdanoq boshlanib, mana hozirgacha hali chokim tinmaydi. Xudo xolasa. Keyin onam mayli deb to'lov qilib berdilar. Taassurotlar qanaqa? Qalay bo'lyapti? Mana shu kungacha 3tacha modulda o'tdik. Nimalarni o'rgandingiz yoki qanaqa ma'lumotlar yoki qaysi darslar sizga yangilik bo'ldi? Menga o'lcham Shu olishdan kungacha boshlab, o'tgan darslarimiz orasida. o'lcham olishdan boshlab hammasi yangilik, hammasi tushunarli, hammasi zo'r, Xudo xolasa. Tushunarli. Hop. Kursni masalan tugatganingizdan keyin qanday natijaga chiqishni xohlaysiz? O'zingiz maqsadlaringiz? Maqsadlarim Xudo xolasa katta. Toshkentda shu Aziza Xolmatovada o'qib, mashinchalik zo'r chok tikkan ekan degan niyatim bor. Xudo xolasa kelgan kishi o'shada o'qib kelib zo'r tikkan ekan desa, shu maqsadim. Qarangda, mana tikuvchilikda bilmaydigan ayollarga
nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Sen ham onlayn kursiga chiqarsan, kursiga kirishsin. Noldan faqat mana pauza qilib vaqtlarga o'tkazib yubormasdan-da, o'zim tushunarli tilda tushuntiryapman. O'sha ipidan ignasigacha xotirjam ko'rib, tikib bichishsa rosayam qulay. Oson tushuntirilgan unaqa murakkab emas. Hammasi yaxshi o'rgansa bo'ladi. Yuqori natijalarga Keyin chiqsa bo'ladi. kurs faqat darslardan Qotib qoldingiz. Allo. Ha, gapiravering. Uzilib qolyaptimi? Eshitilyaptimi? Orada svязь nimagadir qolyapti. Ha, uzilib qolyapti. Uzilib qolyapti. To'shim boryapti. Masalanda qarang, biron bir ayol qilolmayman, ha, kelyapti. Qilolmayman, qo'limdan kelmaydi degan ayollarni ko'rganingizda nima deb maslahat bergan bo'lardingiz siz? Avvalo maqsadni to'g'ri qo'yish kerak-da. Men mana shu chok tikaman, misol, yo mana shu narsani o'rganaman deb chin dildan nima deydi, kirishsa o'rgana oladi. Men bir oy ichida, hali bir oy ham bo'lmasdan mana o'sha yuqori natijalarga chiqdim. Klientlarim xudo xohlasa ko'p. Choklarim taxlanib yotibdi, xudo xohlasa. Shuni orqasidan bo'ldi menimcha. Shu yaxshilab qunt bilan o'rganganim natijasi menimcha. Allo. Menda internet yaxshi emasmi? Tushunarli. Bu nima desam ekan, faqatgina darsga bog'liq emas, o'zingizni harakatlaringiz, kuchingizga ham bog'liq. Sababi dars shunchaki o'tilib ketib, darsga kirmaydigan o'quvchilarimiz ham Albatta. menimcha sizdan bo'lyapti o'xshaydi. Mendan bo'lyaptimi? Igningizdagi ko'ylagingiz juda ham tushunarli ekan. O'zingiz tikkanmisiz? Ha, bu ko'ylagim o'zim tikkanman. Ya, nimaga holat bo'lyapti? Juda ham chiroyli chiqqan ekan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Mana qarang, masalan, kursda o'qish uchun oyimlardan, ya'ni oyingizdan pul oldim deb aytyapsiz, to'g'rimi? O'sha oilangizlarni, uydagilaringizni ishonchini oqlayman deb o'ylayapsizmi? Masalan, qanchalik tushuna olyapsiz? Ba'zi bir kurslarda kirasiz, tushunmasligingiz mumkin yoki murakkablik bo'lishi mumkin yoki tushunarsiz yoki bo'lmasam siz kutganingizdaqa bo'lmasligi mumkin yoki nima desam ekan, siz boshqa darsliklar kutgansizku, sizga boshqa darsliklar taqdim etilyapti. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Menda unaqa holatlar, tushunarsiz holat yoki so'ragan narsamga javob bermay qolishlik, unaqa narsalar bo'lmagan. Bo'lmadi hali shu vaqtgacha. Kurs davomida. Oyingizlarga ham ko'ylak tikib berdingizmi? Yo'q, hali onamga ko'ylak tikib bermadim. Onam to'la o'qigandan keyin haj safariga ketdilar. Xayrli Haj bo'lsin. safardalar. Endi xudo xohlasa kelsalar tikib beraman, albatta.
Albatta tikib berib, ko'ngillarini oling, roziliklarini oling. Mana siz bergan pul uchun o'qib, shunaqa natijaga erishyapman Ha, buni degan. ko'p aytaman. Hozir ham efir bo'ladi, ona duo qilib turing deb yozvordim. Makkatillohda turibman, qizim, omadingni bersin, qo'lingga tegmasin deb doim duo qiladilar. Xo'p, qarang, kursimizni eng qulay tarafi sizga nimada? Masalan, darslarimіздami yoki vaqtidami yoki jonli darslarimіздami? Menga hammasi ma'qul, hammasi yaxshi. Darslik vaqti ham, o'tilishlari ham hammasi yoqdi menga. Boshidan o'sha o'lcham olishdanoq men nima deydi, mukamdan ketganman darsga. Qachon dars tashlalarkan, qaysi vaqtda tashlalarkan deb kutib o'tiraman, to'g'risi. Qarang, mana kursga yozilishdan avval ham tikib yurgan ekansiz, to'g'rimi? Ozmi, ko'pmi o'zingizga yoqib tikkansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qanaqa kamchiliklar sezasiz o'zingiz tikish jarayoningizda? Tikish jarayonimda formulalar bilan ishlamaganman. Hammani gavdasiga qarab taxmin tavakkal qilib tikkanman. Xatolar bo'lgan rosa. Hozir deyarli xato qilmayman. Deyarli ozgina Demak, sabab avval andoza ishlamagansiz, to'g'rimi umuman? yo'q, umuman andoza bilmasdim. Umuman. Andozamiz qulaymikan yoki murakkabmikan? Yo'q, murakkab emas. Yaxshi. Chunki oramizda ba'zi o'quvchilarga murakkablik qilayotganlari ham bor. Ba'zilarga juda ham oson, haddan tashqari oson, tushunarli ekan deydi. Ba'zilar sal tushunishim qiyin bo'lar ekan deb jonli darslarimizda ham kirgansiz-ku baribir. Ha, hammasiga kirganman. Sizga osonlik qildimi yoki murakkablik qildimi? Yo'q, menga oson. Men qunt bilan bitta darsligi ko'rib, bitta bajarib, tikkan narsalaringizni ham ko'rib, o'sha zahoti tikkanim uchun menda savol ham tug'dirilmadi. Boshqa qiyinchilik ham bo'lmadi. Tushunarli. Siz bilan gaplashib maza qilyapman. To'g'risi. Chunki o'quvchilarimni endi juda ham ko'p o'quvchilar bilan gaplashib turaman. Natijaga chiqqani yoki o'zgarish bo'lgani, masalan, yozuvchi chatimiz bor-ku. Darslikda juda ham ko'p o'quvchilarimiz o'zlarini tikkan ishlarini tashiydi. Juda ham xursand bo'laman-da. Haftasini ko'rib chiqaman va alohida kanal ochib qo'yganman o'quvchilar natijalari degan. O'sha kanalga albatta joylab boraman. Sababi keyinchalik ham ko'rib yana ham faxrlanish uchun-da. Hozir egningizni ko'rib menga juda ham yoqdi, rosa ham chiroyli chiqqan ekan. Tikkan fasollarimni tashlab qo'yaman gruppamiz, chat gruppamizga. Ko'z tegmasin, guruhlar ham ahil. Nima desam ekan, o'quvchilarim juda ham ahil, o'ziga ishongan, noldan boshlagan o'quvchilarimiz ham bor oramizda. 20 yillik, sizlarda ham guruhlarda bo'lsa kerak, 20 yillik, 15 yillik bor, o'quvchilarim ham bor. Ular ham hammasi Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishyapti. Chunki deyarli barcha o'quvchilar darslarni ko'rib, qiziqish bilan uyga vazifalarni o'z vaqtida tashlab boradi. Shu jumladan siz ham. Qarang, mana masalan bu kurs faqatgina tikishni o'rganish uchunmi yoki undan ko'proq narsani o'rgansa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu guruhda tuzib, nima deydi, gaplashib, bilgan narsalaringizni, bilmagan narsalaringizni so'rab, bilganlarini aytib, nima qilishga rosa ham yaxshi. Faqat o'qish emas, chat yaxshi narsa. Bilmaganlar so'rasa, bilganingizni javob berish undan ham zo'rda. Men aytaman, undoq qilasiz, ana tilda undoq qilasiz. Bilgan narsangizni aytish ham bu eng zo'r narsa. To'g'ri, xursand, o'zingizdan faxrlanib ketasiz. Xo'p. Masalan, bu kursni o'qib tugatdingiz.
Keyin qanday natijaga chiqishni orzu qilasiz? Maqsadingiz kelajakdagi endi 20 yoshga Maqsadim, kiramiz. orzuyim katta. Qishloqda yeydigan katta chevar bo'lish, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Gulyorada desa, ha, haligi katta chevarmi degan maqsadim bor. İlk qadamlarni qo'yibsiz. Mana o'zingizga Xudo ishlab, xohlasa. kurslar qilib, o'sha andozlar o'rgandingiz. Xudo xohlasa keyingi modellarda modellashtirish o'rgansangiz, qishlog'ingizdagi noodatiy kiyimlarni siz tikadigan bo'lasiz, Xudo xohlasa. Shijoatingiz baland, o'zingizga ishonchingiz baland, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Kurs tugashda yana bir natijalar ko'rasiz, Xudo xohlasa. Albatta, Yana bir albatta. kasb etamiz, Xudo xohlasa. Agarda qarangda, masalan, siz kursda, mana kursimizga, meni kursimga yozilmagan bo'lganingizda, hozir qanaqa holatda bo'lardingiz? Hozir Farqi bo'ladimi? ha, agar qo'shilmaganimda chok tikmagan bo'lardim, haliyam boshlamagan bo'lardim. Chok tikasizmi deb so'raganlarga yo'q, malaka oshirishim kerak, o'qishim kerak deb yurardimda. O'qib olishim kerak, o'rganib olishim kerak degan narsa bo'lardi. Birdaniga ko'z yumib ochguncha bo'lib ketdi, guruhga qo'shilib, hammasi tez bo'lib ketdi. Qarangda, mana masalan, avvalan bichgan bo'lsangiz, mana hozir ham, oldin ham umuman kiyimni bichishga, qirqishga, qachurishga qo'rquv bormi yoki qo'rquv yo'qmi? Yo'q. Avvallarchi? Yo'q, oldin ham qo'rqmasdim. Bichishdan qo'rqmaganman. Tikishda mana fasonlar bor-ku, eti-betiga to'r qo'yishda, to'r qadashda, fasonlarda qiynalganman. Bu materialga qanaqa fason qilsamikin, o'xsharmikin degan narsa bo'lgan. Kursga qo'shilgandan keyin hali unaqa narsa bo'lmadi. Material ko'rib, mana Anatoliya qo'yib turib, mana fason qilsam bo'larkan deb, shunaqa fason yaratsam yaxshi chiqaveradi. Qarang, jonli darslarimiz bo'lyapti-ku. Masalan, har bitta jonli darslarimiz o'zini mavzusi bor. Maqsad qo'yishda o'tdik. Masalan, davlat tomonidan oladigan imtiyozlarimizni o'tdik. Mana shular qanaqa? Tushunarli bo'lyaptimi yoki bo'lmasam yangiliklar eshitdingizmi orasida? Yoki maqsad qo'yishni boshladingizmi? Maqsad qo'yishni boshlaganman. Har bitta kunimni daftarga yozib boraman. Men bugun mana ko'ylak tikdim, manisini pishdim, anaqa deb hammasini. Yaxshi. Endi qarangda, mana kursimizda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarga yoki o'qiyotgan o'quvchilarga qanday tilaklaringiz bor? O'zingizni dilingizdan, ichingizdan chiqarib. Menda hozir hayajon rosa kuchli, siz bilan yuzma-yuz gaplashib turishi o'zi men uchun katta baxt. Kursga qo'shilishlarini nima deydi, istab qolaman. Murakkab emas, rosayam sodda tilda tushuntirilgan. Harakat qilib 1 soat, 2 soat vaqtlarini ajratib o'sha darsni tikishsa, undan keyin o'zlariga g'oya kelib tikishni boshlab ketishar ekanman. Men o'zimdan qiyos. Bitta lozim darsimizda ham kattalarga ham, kichiklarga ham bir xilda, misol rezinka qo'yishingizgacha-da, rezinka unaqa ko'p, men 5-6 ta ustozda o'qigan bo'lsam, 0 dan rezinkani bundoq qilib tikamiz, bundoq qilamiz deb hech qachon o'rgatilmagan. O'rgatilgan bo'lsa ham esimda qolmagan, to'g'risi. Men qunt bilan ko'rganim uchun hammasini hozir umuman ko'z yumib shuni tikib qo'yaman. Vetichkalarga qiynalardim. Hozir unaqa qiynalmayman. Menga qiyinchilik tug'diradigan joyi yo'q bu darslikda. Tushunarli. O'zingiz ham shijoatingiz baland ekan, qiziqishingiz baland.
darslarni Ha, diqqat bilan kuzatishingizni sezib turibman. Ba'zi o'quvchilarimiz bor endi oramizda. Avvalgi kurslarimda ham bo'lgan. Darslikni ko'rmasdan turib savol beradigan o'quvchilar ham bor. Siz esa mayda detallarigacha e'tibor berib ko'rar ekansiz. Bu juda ham yaxshi odat. Xudo xolasa siz juda ham katta natijalarga erishasiz. Qishloqdaman debsiz, balkim qishlog'ingizdagi eng qimmat va eng sifatli va eng premium sifatda tikadigan tikuvchilardan bo'lasiz degan umiddaman. Eng kamida menday natijaga erishing. Xudo xolasa kelajagingiz porloq Xudo bo'lsin. xohlasa. Minglab, yuzlab shogirdlaringiz bo'lsin. Zakazlaringiz 1 oy, 2 oylab o'chitlarda tursin. Amin, amin. Gulyora opaga men ko'ylak tiktiraman. 1 oydan keyin to'yim, 2 oydan keyin to'yim deb o'chirlarga turadigan natijaga erishing. Xudo xolasa. Sizga ishonaman, shu narsaga erisha olasiz. Xudo xolasa. Mana siz bilan gaplashib, ishonchim yana ham komil bo'ldi. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Tanishganimdan xursandman siz bilan. Men ham judayam xursandman. Men bunaqa gaplashib, mana bunaqa efirga ulaysizlar deb xayolimga ham kelmagan, to'g'risi. Xudo xolasa, shijoatingizni yo'qotib qo'ymang. Kursimiz oxirigacha mana shu shijoatli bo'lib, eng namunali o'quvchilardan biri bo'ling. Xudo xolasa, kursimizni tugatganimizda jonli video emas, xudo xolasa jonli живой uchrashamiz degan umiddaman. Xudo xolasa, eng katta orzuim. Faqat siz bilan emas, barcha o'quvchilar bilan uchrashib, tanishib, suhbatlashib, Xudo xolasa. xudo xolasa dildan suhbatlashamiz. Va Mani sertifikatni taqdim etaman. Toshkentda o'qiydi deb ko'pchilik hozir biladida, kelgan o'quvchilar. Mana hozir mana shu paytga tikib bera olmayman, meni darsim bor. Ertaga bo'ladimi deb vaziyatimni tushuntiraman. Toshkentda o'qiysizmi, malaka oshiraysizmi deyishadi. Xudo xolasa ko'rishib, rasm videolarga tushib, sertifikat bersangiz, xudo xolasa chevarxonamga katta qilib ilib qo'yish orzuim bor. Uyda tikasizmi? Uyda tikasizmi yoki atelyedami? Yo'q, uyda mana. Yaxshi, ish qurollaringiz yaxshi ekan, bor ekan. Xudo xolasa bundan ham yaxshilariga erishing. Xudo xolasa. Mani ko'rishganimdan xursandman, tanishganimdan xursandman. Men ham juda ham xursandman. Hayajon kuchli menda. Sog' bo'lingsiz. Yaxshimisiz aziza? Assalomu alaykum hammaga. Aziza yaxshimisiz? To'g'risini bo'lyaptimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Keling, birinchi o'zingizni tanishtirasizmi? Meni ismim Ozoda. Ismim Ozoda, yoshim 42 da. 4 ta farzandim bor. Hammasi katta bo'lib qolgan, Xudoga shukr. O'zim shu 3 yildan beri tikuvchilikka qiziqib, shug'ullanib turaman. Tanishganimdan xursandman Ozoda opa. Shunda 3 yildan beri tikuvchilik bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Shunaqa. O'ziz mijozlaringiz bormi? To'g'risini aytsam, mijozlarim nima deydi? U yoqdan bu yoqqa ko'chganimiz uchun topgan mijozlarimni ham yo'qotaman. Endi mana hozir hovliga ko'chib kelganimizga endi 5-6 oy bo'lgan bo'lsa, bu yoqda ham ozroq bor. Ko'p emas-u, bir 5-10 ta bor. Lekin o'zim anaqa bichilgan tayyor ishlarni olib kelib tikaman. Ziyadem butigi bor. Anaqada Instagramda o'shani ishlarini, tayyor bichilgan ishlarini olib kelib tikaman. Yaxshi, ya'ni biron bir brendni ishlarini tikayotgan bo'lsak, demak, choklaringiz toza bo'lsa kerak. Bo'ladi, endi nima deydi? Senga boshqa baho bersin deydi-ku.
To'g'ri, to'g'ri. Bo'la. Qarang, bu kursda o'qishni boshlaganingizdan avvalam tikish qilganmisiz yoki andozalar bilan ishlaganmisiz? Qanaqa bo'lgan yoki faqatgina bichilgan narsalar tikkanmisiz? O'zingiz bicholganmisiz? Shu haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. To'g'risini aytsam, bu kursga o'qishdan oldin bichganman. U faqat boshqa kurslarga qatnamaganim uchun, ya'ni ustozlarning qo'lida ta'lim olmaganim uchun shunchaki Instagram, Telegram platformalarida yoki YouTube'da kuzatganman bichiq anaqalarni. Har xil ustozlarning nimasi. O'shalarga qarab o'zim oilaviy qizlarim bor, 2ta qizim, o'zimga, keyin qo'shnilarimga bichib tikkanman. Lekin unaqa doim ideal bicholmaganman. Faqat oddiy fasonlarni bichganman. Tushunarli. Andozalar bilan ishlaganmisiz, andoza bilan ishlamaganmisiz avvalo? Yo'q desam bo'ladi. Qalay bo'ldi? Meni andozam tushunarlimikan? Tushunishga qiynalmadingizmi? Yo'q, juda ham oson, juda ham sodda tushuntirgansiz. Bittada o'rganish, to'g'ri, endi bittada eslab qolish qiyin-ku, endi amaliy tomonlama bajarib ko'rmaguncha o'sha narsa odam esida qolmaydi-da. Amaliyotda bo'lishi kerak, albatta. Amaliyotda 2 marta bichib ko'rib, o'sha materialda ham siz o'rgatgan andoza bo'yicha bichib ko'rdim. Vaqt o'sha to'g'ri kelyapti-da, hamma bichiqlari tikkanimda ham to'g'ri kelyapti. Unaqa ko'p переделка qilib, qayta-qayta ustimga yo qizlarimning ustiga kiydirib ko'rmadim-da. Bitta bichilganda tayyor bo'ldi. Tushunarli. Qaysi mana masalan shu kungacha 3 ta modulda o'tdik. Ya'ni asos modul, asos andozalar modulini o'tdik, ko'ylaklar modulini o'tdik, undan tashqari lozimlarni o'tdik. Qaysi darslar sizga qiyinchilik tug'dirdi? Tushunishingiz qiyin bo'ldi? Men bilmadim, endi ozroq bo'lsa ham tushuncham borligi uchunmi unaqa qiynalmadim. Hammasini yaxshi tushundim. Tushunarli bo'ldi darslar ham. Alo. Ozgina chalg'ib qoldim. Gapirishingiz mumkin. Xo'p, shu kungacha masalan qanaqa yangiliklarni o'rgana oldingiz? Ya'ni siz tikib kelgan ekansiz, ya'ni tikishdan xabaringiz bo'lgan, yaqinlaringizga ham bichib yurgansiz. Qaysi mavzu sizga yangilik bo'ldi? Hammasi desa ham bo'ladi, chunki aytdim-ku oldin bichganim bilan imенно to'g'ri bichmaganman-da. Hozir hamma mavzular men uchun oson, endi bichishim oson. Oldingiga nima deydi, katta razmer olib, kichkina bo'lib qolmasin deb 2 santimetr, 3 santimetr qo'shib bichganman-ku, endi qayta переделкамni primerkaga olaverardim-da, uni kiydirib ko'rib. Hozir boshida aytganimda, o'sha bittada qolib bo'lib tushyapti-da. Juda ham yaxshi. Harakatingiz juda ham zo'r ekan. Chunki hamma ham darslarni vaqtida bajarib, sizga o'xshab tikib bichib ko'rmaydi. Ya'ni nima desam ekan, amalda qo'llab ko'rsagina o'zini kamchiliklarini yoki o'qituvchini tushuntirish jarayonidagi kamchiliklarini ko'ra oladi-da. Qilib ko'rmasak shunchaki ko'rasiz, o'tib ketasiz. Umuman savol ham tug'ilmaydi sizda, tushunmagan joyingiz ham bo'lmaydi. Esida ham qolmaydi umuman. Amalda qilib ko'rsangiz, albatta esida qoladi. Qaysidir joyda xato qilgan bo'lsangiz, o'sha xatoingiz keyingi safar takrorlamaslikka harakat qilasiz. To'g'ri. Bu juda ham yaxshi. Xo'p. Qanday maqsadlaringiz bor? Ya'ni qanaqa pog'onada o'zingiz tasavvur qilasiz kelajakda? Qanaqa maqsadlarim juda ham ko'p. Yoshim 42 da bo'lsa ham, nima deydi, yosh hali 25, 26 da deydimi, 30 yosh atrofidagi yoshlarni oldiga qo'yadigan maqsadlaridagi maqsad qo'yganman.
endi hammasi Alloh bilan oson deydi-ku. Imенно men o'zimcha o'ylardim oldin, hali 42 ga kirdim endi bu yog'iga bunaqa harakat qilish shart emas deb o'ylardim. O'zim anaqa oliy o'quv yurtida o'qiganman, o'qituvchilik. Lekin xo'jayinim ishlashga ruxsat bermaganlari uchun 20 yil bo'lgan bo'lsa turmush qurganimizga o'zim ustida ishlash unaqa narsa bo'lmaganda umuman. Uyda o'tirish faqat. Lekin mana hozir 2-3 yildan beri o'zimga maqsad qo'ydim. Endi shaxsiy brendimni rivojlantirish, xudo xohlasa, uyda o'tirib bo'lsa ham. Xudo xohlasa, albatta maqsadingizga erishasiz. Uyda o'tirib, biznes qilib, o'z ustida ishlayotgan ayollarimiz juda ham ko'p. Masalan, uyingizda yoki qayerdandir tikuv sexi ochishingiz mumkin, kiyimlar chiqarishingiz mumkin, eksportlarga ham chiqishingiz mumkin. Bu nima desam ekan? Izlarga imkon topadi. Hamma joydan o'zingiz imkoniyatingizni topib keta olasiz. Xudo xohlasa. Keyin meni oldindan o'zi kuzatib yurganmisiz yoki yaqin orada ko'rib qoldingizmi? Mana kursimga yozilishingizdan avval. To'g'risini aytsam, menimcha shu 1 yil bo'lib qoldi, 1 yilcha bo'ldi. Chunki aytdim-ku, internetda kuzatib bichardim ko'p narsalarni. Juda ham qiziqib o'sha anaqalarni internetdagi tikish uslubi, bichish uslubi bo'yicha nimalarni oqtarardim. Ustozlarni va niyatim bor edi o'qish. Keyin ko'p solishtirdim boshqalar bilanda. Endi taqdir nasib edimi, bilmadim, sizni kursingizni tanladim. Tushunarli, xayrli bo'lsin. Xudo xohlasa. Amin. Xo'p, qarang, masalan, siz ham uyda o'tirgan ayolsiz, ya'ni farzand tarbiyasida, oila uy yumushlarida bo'lgansiz. Masalan, kursda o'qimagan, o'z ustida ishlamagan yoki imkoni bo'lmagan ayollarga qanday maslahat bera olgan bo'lardingiz? Endi bilmadim. Nimadan boshlashda maslahat bergan bo'lardingiz? Masalan, o'zingiz ham shu yo'ldan o'tgansiz-ku. Nimadan boshlasa ularga qanchadir oson bo'ladi? Menimcha birinchi niyat qilib, havas qilishdan boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Men tikuvchilikni o'rganish maqsadim bo'lgan-ku, lekin endi hozirgi kunga kelib internet juda ham rivojlangani uchun, onlayn o'rganish qulay bo'lgani uchun, menimcha bu onlayn o'rganish ko'proq imkoniyatlar eshigini ochadi deb o'ylayman, ayniqsa uyda o'tirgan ayollar uchun. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, uyda o'tirgan ayollarning ro'zg'ori, bola chaqasi, qaynona qaynota yoki erini xizmati deganda uydan chiqa olmaydi. Mablag' jihatdan ham onlayn mana bu kurslarning ochilganligi mablag' jihatdan ham ekonomika, vaqt jihatdan ham ekonomika, hamma tomonlama qulay deb o'ylayman-da. O'shaning uchun birinchi niyat qilib, o'sha o'zlari xohlagan, misol uchun tikuvchilikni o'rganmoqchi bo'lishsa, o'sha tikuvchilikdan o'zlariga yoqqan ustoz tanlab, misol bir xil aytadi, onlayn o'rganish qiyin deb, yo'q, onlayndan boshlasalar qulay deb o'ylayman. Chunki hammani ham uydagilar ruxsat bermaydi-da offlayn o'rganishga. Juda ham yaxshi ma'lumotlarni, to'g'ri maslahatlar berdingiz. Xursand bo'ldim. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Ya'ni menga har bitta o'quvchilarimning natijasi juda ham muhim, juda ham xursand bo'laman. Natijalarini ko'rib, ya'ni oz bo'lsa ham oldingi holatidan o'sish bo'layotganini ko'rsam juda ham xursand bo'laman. Xudo xolasa, mana shu yashayotgan joyingizda ham juda ham ko'p grantlarga ega bo'lasiz. O'zingizni shaxsiy brendingizni rivojlantirasiz. Shijoatingizni oxirigacha yo'qotmang. O'z ustingizda ishlab, har doim malaka oshirishga harakat qiling. Sababi bilimlar har doim eskiradi. Masalan, hozir o'rgangan narsangiz 3 yildan keyin umuman unga qarshi narsani olib chiqish mumkin-da. Umuman boshqa narsa uslub o'zgaradi, stil o'zgaradi, kiyinish, fasonlar o'zgaradi, tikilish texnologiyalari o'zgaradi. Albatta, odam har doim o'z ustida ishlab tursa, uni mavqei ham baland bo'ladi. Uni boshqalarni sizga bo'lgan hurmati ham boshqacha bo'ladi. Har doim mana shu tikuvchi, ya'ni Ozoda opa har doim zo'r fasonlar chiqaradi, yangi fasonlarni biladi deb
klientlaringiz sizga ishtiyoq bilan keladigan bo'ladi. Shunaqa. Men ham shunaqa deb o'ylayman, chunki odam bir nuqtada qotib qolishi bu noto'g'ri, ayniqsa hozirgi zamonda. Zamon tezlashgan zamon deydimi yoki internet rivojlangan zamon deydimi, birpasda yangilanish, hamma tomonlama yangilanishga, o'zgarishga qarab ketayotgan zamonda hozir odamlar. O'shaning uchun doim odam o'zini ustida ishlab, tajriba orttirib, yana bir narsa ko'proq o'sha yo'q, men qilolmayman, meni qo'limdan kelmaydi deb emas ekan. Menda ham bo'lganda bu holatlar. Doim bo'lib turadigan narsa bu. Hammada menimcha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q, qila olaman, harakat qilsam erisha olaman. Hamma mendagi noldan ko'tarilgan. To'g'ri. Yana eng quvonarlisi 44 yoshda bo'lsangiz ham harakat qilib, o'zingizda ishlash uchun intilyapsiz. Xudo xolasa, albatta zo'r natijalarga erisha olasiz. Farzandlaringiz, xudo xolasa nabiralaringiz kelajakda siz bilan faxrlanib yuradi. Mana shu Oziz opani farzandiman, nevarasiman deb. Ishlaringizga omad. Internet ozgina qotib qoldi. Shunaqa. Meni hozir eshita oldingizmi, eshita olmadingizmi? Chunki orada qotib qoldingiz qanaqadir. Nima deysiz? Hozir sizga chiroyli tilaklar bildirdim. Eshita oldingizmi deb so'rayapman. Yo'q, anaqa internet qotib qoldi shekilli. Toshingiz yaxshi kelmadi. O'ziz ham yaxshi anaqangiz kelmayapti. Qotib qolgan. Svязь yaxshi emas ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Mana 44 yosh bo'lishingizga qaramasdan, bo'ldi endi men o'qimayman demasdan o'zingizda ishlab, malakangizni oshiryapsiz. Xudo xolasa, juda ham zo'r natijalarga erishib, farzandlaringiz, hatto nabiralaringiz ham sizdan faxrlanib yuradi. Men mana shu Oziz opani farzandiman, nabirasiman deb xudo xolasa juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Harakatdan to'xtamang. Keyin bitta narsani so'ramoqchi edim. Aynan Instagram, internet yo'nalishda, internet sohasi bo'yicha brendni ko'proq tanitish uchun, odam kengroq miqyosda tanitish uchun menimcha o'sha internet tarmoqlaridan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ayni paytga kelib qulay bo'lib qoldi, kengroq tanitish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Aynan sizni tanilishingizga ham, shunaqa darajada yetishingizga ham nima deydi, ko'proq internet o'sha ijtimoiy tarmoqlarni foydasi bo'ldi deb ayta olasizmi yoki shuni maslahat berasizmi menga? Albatta, hozir davr talabi, nima desam ekan, rivojlanmoqchimisiz, bu shart degani. Instagram, Telegram, YouTube, TikTokda yurasiz, bu shart degani. Tanilish uchun, masalan, men qobiliyatim bo'lgani bilan, men Instagram yoki ijtimoiy tarmoq yurg'izmaydigan bo'lsa, meni atrofimdagilar taniydi. O'zimni tanishlarim taniydi, balki o'zim shaharim tanir, qo'ni-qo'shni, mahallam tanir, lekin uzoqdagilar meni tanimaydi-ku. O'shalar tanishi uchun, tikuvchilikka qiziqadigan ayol qizlarimizga o'zimni bilimimni yetkazib berishim uchun albatta ijtimoiy tarmoqda o'rni katta. Maslahatim albatta siz ham yurg'izishni boshlang. Oziz opa, siz bilan tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Sizga ham kattakon rahmat.